مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت. Bismillahirrahmanirrahim. Bugun sizlar bilan ikkinchi darsimizni o'tamiz. Ikkinchi darsimiz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning haqlari haqida bo'lib o'tadi inshaalloh. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udhu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ummatlari ustidagi haqlari. Lin-nabiy sallallohu alayhi va sallam alayna huququn kathiratun. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning bizni ustimizda juda ham ko'p haqlari bor. قائمة على الإيمان به صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ونصرته واقتداء به واتباعه صلى الله عليه وسلم. U zotga iymon keltirishlik, ulug'lashlik, yordam berish, iqtido qilishlik va ergashishlik kabi. Va khayru man iqtida bihi alayhi salatu vassalam as-sahabatu radhiyallohu anhu. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga eng yaxshi ergashganlar bular sahobalar bo'lgan radhiyallohu anhumolar. قال عروة ابن مسعود الثقافي وكان كافرا وقتئذ. xuddiki Urva ibn Mas'ud as-Saqofiyni kofirlik vaqtlarida aytgan so'zlari kabi. Ayyu qawm vallahu laqad wafattu 'ala al-muluki wa wafattu 'ala Qaysara wa Kisra wa an-Najashi. Ey qavm, dar haqiqat men ko'p podshohlarni ko'rdim. Qaysarni, Kisroni, Najjoshiyni ko'rdim. والله إن رأيت ملكا قد يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. Albatta Allohga qasamki men u podshohlarni xuddi Muhammadni sahobalari Muhammadni ulug'lagan kabi ulug'laganini ko'rmadim deganlaklari kabi. Yettinchisi adamal ghulu fi zati nabiy sallallohu alayhi va sallam aw sifatihi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning zotlari yoki sifatlari haqida g'uluga ketmasligimiz kerak. Shu ham payg'ambarimizning haqlaridan ekan. Zotlarida qanday bo'lib g'uluga ketiladi desa, misol uchun bizni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni deb bu dunyo yaratilgan yoki bizni Muhammad alayhisalom nurdan yaratilgan deyishliklar yoki payg'ambarimizni deb jannat, do'zax yaralgan deyishliklar zotlari haqida g'uluga ketish bo'ladi. Sifatlari haqida g'uluga ketishlik payg'ambarimizning nuri sallallohu alayhi va sallamning nurlari quyoshdan ham o'tkirroq, quyoshdan yorqinroq bo'lgan deyishliklar zotlari sifatlari haqida bo'ladi yoki bo'lmasam payg'ambarimizning soyalari bo'lmaganlar sallallohu alayhi va sallamni yoki badanlarini hasharotlar, pashshalar chaqmaydi deyishliklarimiz sifatlari haqida g'uluga ketishlik bo'ladi. Shulardan ham qaytishimiz kerak ekan. Wa man huququhu sallallohu alayhi va sallam. Endi yana keyingi huquqlari 8-huquqi muhabbatun aktsaru min walidi wal waladi. Endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ota-onasidan ham, bolasidan ham ko'proq yaxshi ko'rishligimiz kerak. Xuddi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytganliklari kabi. La yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilayhi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Mo'min bo'lolmaydi, banda mo'min bo'lolmaydi hattoki men unga ahlidan, molidan va jamiki insonlardan ko'ra suyukliroq bo'lmagunimcha deb aytganliklari kabi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni bu yerda aytayaptilarki, ahlidan, molidan va barcha insonlardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rmagunlaricha deyapti. Demak biz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni ota-onamizni qanchalik yaxshi ko'ramiz? Shundan-da ko'proq yoki farzandlarini yaxshi ko'ramiz. Ana shu farzandlarimizdan ham ko'proq shuncha yil qiynalib to'plagan molimizdan-da ko'proq yaxshi ko'rishligimiz kerak ekan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni sunnatlari yo'llarida yurish, yo'llari turib biz ota-onamiz yoki farzandlarimiz bilan sinalayotgan bo'lsak-ku,
payg'ambarimizning sunnatlarini tashlab qo'yadigan bo'lsak, yo'q deb turib nari yo'lga ovinib ketadigan bo'lsak, biz haqiqiy mo'min bo'la olmaymiz ekanda. Haqiqiy mo'min payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu narsalardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rguncha keyin odam mo'min bo'lar ekan. Shuning uchun biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam barcha hamma yo'qdan ko'ra payg'ambarimizni yaxshi ko'rishimiz kerak ekan. Shundagina biz haqiqiy mo'min egasi bo'la olamiz ekan. 9-chi haqlari ta'zibun nabiy sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamni ulug'lashlik. Ya'ni biz qanday qilib payg'ambarimizni ulug'laymiz desak, bir yilda bir marta mavlud o'qitib payg'ambarimizni ulug'lamaymiz. Balki payg'ambarimiz olib kelgan mana shu risolatga, sallallohu alayhi vasallam olib kelgan risolatga, mana shu shariatga biz rozi bo'lib taslim bo'lishligimiz, u zotning sunnatlarini bajarishligimiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ulug'lashligimiz bo'lib hisoblanar ekan. Ittiba'un nabiy sallallohu alayhi vasallam wal iqtida'u bihi zohiran va batinan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga zohirda ham, botinda ham ergashishligimiz. Ya'ni biz zohiriy bo'ladimi, botin bo'ladimi, qayerda bo'lsak ham Nabiy sallallohu alayhi vasallam qilganlarini qilishligimiz va u zotga ergashishligimiz kerak. Xoh oshkora bo'lsin, xoh yashirin bo'lsin, u zotning yo'llarida yurishlik, u zot qilganlarini qilib, sunnatlarini bajarishligimiz kerak. Pinhona joyda bo'lsak ham, oshkora joyda bo'lsak ham. Al-hadaru min kadhibi alayhi sallallohu alayhi vasallam. Keyingi haqlari payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga yolg'ondan hazar qilishlik. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom haqida to'qima hadislar aytishlik, aytganlarini aytdi deyishlik, aytganlarini aytmadi deyishlik, aytmaganlarini aytdi deyishlik yoki biz noto'g'ri tushunmaganimizni ham mana shunaqa degan deb aytib qo'yishligimiz ham payg'ambarimiz haqida yolg'on gapirishlik bo'lar ekan. Va bu man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kim men haqimda yolg'on gapirsa, qasddan yolg'on gapirsa, o'rnini jahannamdan tayyorlab olsin deb payg'ambarimiz alayhisalom aytganlar. Va bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilganlar. 12-haqlari muhabbatun ali baytin nabiy sallallohu alayhi vasallam va azwajihi va ikromihim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ahli baytlari, ayollarini tanishligimiz, ularga muhabbat qo'yishligimiz va ularni ikrom qilishligimiz. Biz onalarimiz hayotlarini, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning zavjalarini hayotlarini o'rganib, ularni faqatgina o'rganib o'qib qo'ymasdan, balki amal qilsak keyingina bizda onalarimizga bo'lgan muhabbat, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning farzandlariga bo'lgan muhabbatlarimiz uyg'onadi. Biz mana shularga amal qilishligimiz kerak ekan va bu ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning haqlaridan bo'lib hisoblanar ekan. Keyingi haqlari 13-si ikromu ashabahu sallallohu alayhi vasallam va ta'zimuhum va iqtida'u fuduluhum. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sahobalariga ham ikrom qilishligimiz va sahobalarni ham ulug'lashligimiz kerak ekan. Ya'ni payg'ambarimizga yaqin bo'lgan kishilarni ikrom qilishligimiz ham payg'ambarimizning haqlaridan bo'lyapti. Ya'ni endi bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalariga biz ishonishligimiz va u sahobalari payg'ambarimizga do'st bo'lganliklari, ana shu sahobalari payg'ambarimiz oldida birga yurganliklari shu haqida ham bilishligimiz kerak ekan va sahobalariga biz ikrom ko'rsatib, ularni ham yodimizga olib, duolar qilib qo'yishligimiz ham kerak ekan. Keyingi safar inshaalloh sahobalarning haqlarini ham o'rganamiz. Bu haqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ushbu hadisni aytganlar. La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. Payg'ambarimiz alayhisalom sahobalarimni so'kmanglar. Nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ular sizlar xuddiki Uhudchalik oltinni nafaqa qilsangiz ham ularning bir hovuch yoki yarim hovuch qilgan nafaqalariga
teng kelmaysizlar deb aytganlar ekan. Shunday odamlar ham bor ekan, Alloh asrasin, sahobalarni so'kar ekan. Ba'zilarini ba'zilaridan ajratib, ba'zilarini e'zozlab, ba'zilarini so'kadiganlar va sahobalarga ishonmay, unaqalar bo'lmagan deb ishonmaydiganlar ham bo'lgan ekan. Va biz sahobalarga ham ishonib, biz ana shu sahobalarimizga ikrom qilishliklarimiz lozim. Sahobalarimizni hayotlarini o'rganib va ana shu sahobalarimizni hayotini o'zimizga namuna qilib olib, xuddi ulardaqa yashashga harakat qilib va farzandlarimizga ham xuddi mana shu sahobiylardek yurishliklarini o'rgatishligimiz kerak ekan. Keyingi haqlari, ya'ni 14-haqlari vujubut tahakimu li sunnatihi va rido bi hukmihi fil usri wal yusra. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hukmlariga qiyinchilikda ham, yengilchilikda ham u zotning hukmlariga rozi bo'lishligimiz kerak ekan. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisalomga qiynalgan vaqtimizda payg'ambarimiz sunnatlarini olmasdan osonchilik vaqtida olib yoki shunga o'xshash nafsimizga yoqqanini olib, yoqmaganlarimizni olmasdan tashab qo'yishimiz mumkin emas ekan. Payg'ambarimizning hukmi, ya'ni sunnatlarini, qilgan ishlarini biz amalda ko'rsatishligimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, xullas, ikkinchi darsimiz tugadi. Keyingi safar inshaalloh biz sahobalarning haqlari bilan tanishib o'tamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.